17 mingga yaqin ishtirokchi qatnashgan ushbu kasbiy ko'rik-tanlovda 112 nafar pedagog respublika bosqichida bellashdi va bir necha daqiqalardan so'ng yilning eng yaxshi tarbiyachilari aniqlanadi. Birga o'ynaymiz, birga rivojlanamiz loyihasini taqdim qildim. Bu loyihamni maqsadi sog'lom va alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularni ham sog'lom bolalar qatorida birgalikda rivojlantirishga qaratilgan. Tanlov prosesslari juda qiziqli ham katta bir quvonchli bo'ldi. Bir jag'dan har turli emotsiyalarga da tayin turdik. Menimcha hammasi yaxshi, xudo xolasa siyla o'rinlarni aldim deb umid etaman, o'zimga ishonaman. Axirgacha ham kutamiz, hamda siyla o'rinlarni olib Qoraqalpog'istonga qaytuga va'da beraman. Innovatsion kun loyihasini taqdim qildim. Innovatsion kun loyihasida haftaning bir kunini faqat loyiha ishlari, bolalar bilan an'anaviy ta'limdan chiqib faqat o'yinga asoslangan ta'limni targ'ib qilyapman. Hayajonlar juda ham kuchli, tanlov jarayonlari juda ham shaffof o'tdi, juda ham qiziqarli, natijalarni orzu qilib kutmoqdamiz. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni ekobilimlar sandig'i metodi orqali shakllantirish mavzusida loyiha taqdimoti o'tkazdik. Ma'lumotim o'ta maxsus. Niyat qilyapman shu yerda yuqori natijalarga erishishni. Bosqichma-bosqich raqib demaymiz, do'stlarimiz bilan bilim borasida bellashdik. Loyihamda ma'naviy qadriyatlar to'g'risida bolalarga chuqurroq yana singdirib borish, bor narsani qaytadan jonlantirish bolalarimizga. Tanlov yoqdi menga, e'tirozli jihatlar bo'lgan yo'q. Bundan ko'p narsalar oldik, tajriba almashdik. Maktabgacha ta'lim pedagoglari o'rtasida sog'lom raqobatni rivojlantirish va sohadagi kasbiy mahorat darajasini yuksaltirish maqsadida har yili yilning eng yaxshi tarbiyachisi kasbiy ko'rik-tanlovi an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinmoqda. Respublika bosqichida ishtirokchilar pedagog mahoratini aniqlash, loyiha taqdimoti va test sinovi 3 yo'nalish bo'yicha o'z bilim va ko'nikmalarini namoyish etdilar. Ko'rik-tanlov ishtirokchilari o'zlarining loyiha taqdimotlarida o'zlarining amaliyotida joriy etilgan yangi loyihalarini respublika bosqichida ommalashtirish uchun taqdim etdilar. Mazkur taqdimotlarda barcha mana shu nominatsiyalarda ishtirok etgan pedagoglarimiz mana shu loyiha taqdimotida birgalikda ishtirok etib, eng innovatsion g'oyalarni o'zini amaliyotda joriy etish uchun belgilab oldilar. Yakuniy natijalarga ko'ra birinchi o'rin sohibalari eng namunali direktor o'rinbosari yo'nalishi bo'yicha Yusupova Saboxon Namangan viloyati, eng yaxshi o'yin orqali ta'lim beruvchi tarbiyachi yo'nalishi bo'yicha Obidova Oynisa Buxoro viloyati, eng yaxshi ijodkor ixtirochi tarbiyachi yo'nalishi bo'yicha Nortayeva Aziza Toshkent shahri, eng yaxshi eko-targ'ibotchi tarbiyachi yo'nalishi bo'yicha Qobilova Dilshoda Toshkent shahri, raqamli va innovatsion yondashuvlarni amaliyotga joriy etuvchi tarbiyachi yo'nalishi bo'yicha Shukrullayeva Mohinur Qoraqalpog'iston Respublikasi, ma'naviy qadriyatlar tarbiyachisi yo'nalishi bo'yicha Abdurayim va Shahloxon Namangan viloyati, o'yin orqali bolalarni rivojlantiruvchi ijodkor tarbiyachi yo'nalishi bo'yicha Yo'ldosh va Nasiba Xorazm viloyati, eng namunali tarbiyachi yo'nalish bo'yicha Ergasheva Feruza Buxoro viloyatidan g'olib deb topildi. Men o'zim yangi kitobimni yaratdim, ya'ni mening eko kitobcham kitobini yaratdim. Bunda bolalar bilan biz kuzatuv jarayoniga chiqamizda, o'shanda bolalar ko'rgan narsasini o'sha kitobda aks ettiradi. Tabiatni ko'radi, o'sha kitob orqali tabiatga chizadi, turli xil qushlarni ko'radi, bog'cha hududiga chiqqanda shularni aks ettiradi o'sha kitobim orqali. Direktor o'rinbosarlariga juda yengilliklar yaratilyapti. Elektronlashtirish, raqamlashtirish kirib keldi bizga ham. Hujjatbozliklarimiz kamaygan, qog'ozlardan voz kechdik, hammasini elektron tarzda yurityapmiz. Albatta shu yengilliklar bizga juda ko'p qulayliklarni tug'diryapti. Oylik maoshimizdan yaqindagina attestatsiyadan o'tdik, toifaga, ikkinchi toifa olgan edim. Bugun mana o'rin olib turibman. Ikkinchi toifam birdan birinchi toifaga aylandi. Loyiha taqdimoti shartida o'zbek milliy o'yinlari bilan neyro o'yinlarni uyg'unlashtirib yangi o'z g'oyamni olib keldim. Bu jarayonda xalqimiz orasida milliy xalq o'yinlarini o'rgandim, izlandim, yig'dim. Mana shu o'yinlarni hozirgi neyro o'yinlar bilan uyg'unlashtirdim. Men hakamlar hay'atiga yangi o'zimning o'yinlarimni taqdim etganimda juda katta qiziqish bilan qabul qilishdi. Qirqtosh o'yinini eslab, o'ynab ko'rishdi. Agarda biz bolajonlar bilan milliy xalq o'yinlarini bugungi kunda qo'llay biladigan bo'lsak, O'zbekistonning kelajagini qurishda milliy ruhda bolajonlarni milliy an'analarimizga hurmat ruhida tarbiyalaymiz. Qizim Oynisa Obidova tarbiyachi bo'lib ishlaydi. Allohga shukr, mehnatlari besamar ketmadi. Haqiqatan o'qidi, bilim izladi, ko'p kurashdi.
G'ijdondan birinchi o'rin, Buxorodan birinchi o'rin. Mana respublikaga chiqdi. Men juda ham xursandman. Quvonchim chek-chegarasi yo'q. Ko'nglimdan yig'ladim. G'oliblar munosib taqdirlandi va albatta tadbir so'ngida uyushtirilgan konsert dasturi barcha mehmon hamda ishtirokchilarda unutilmas taassurot qoldirdi. Zokir Mo'minov, Jaloliddin Sayriddinov bugun dastur uchun.